Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bitta gatovoy biznesimizga keldik. Hozir puli bor akalar ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar, biz sizlarga ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Bratim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmisiz? Keldik aka, bitta biznesingizni bitta ko'rsatsangiz endi obzor qilaylik. Xo'p, keling. Kelinglar. Keling. Qani, bismillah. To'xtang shu yo'lga ozgina. Kelinglar. Kelinglar. Qani? Koridor bo'ladi. Ha, yo'q koridor. Birinchi ishxonamiz. Birinchi xona. Hozir bir pasaytirishini. Tanishtirsangiz endi. Bu женский отдел desak ham bo'ladi. Ayollar ishlaydigan xona. Xo'sh. Birinchi chexol отделimiz sher. Mashinalarga chexol, fartuk, hamma narsa sherga tikiladi, отделка. Chexol polik qiladigan bo'lsangiz, bu именно shu женский отдел chexol tikiladi bu joyga. Bu yerga to'lqa chexol tikiladi. Biz endi shunday taxlaganmiz. Kim masalan o'ziga qanday udobno bo'lsa, shunday qilib taxlab olishi ham mumkin. Ha, siz o'zingizga qulay qilib olgansiz. Hamma sharoit bor. Bu yoqqa razmerlar oladigan bo'lsangiz, hamma narsa bor bu yerda. Bu yoqqa tikib 50 dan ortiq, почти 100 ta mashinaga yaqin razmerlarimiz bor mashinalarga. Bizda даже kamera nabludiyni улица hamma tashqolarni ko'rib ham o'tiramiz. Onlayn, primoy onlayn. Hamma yoq ko'rib. Keyingi xonani ko'rsamiz. Xo'sh, bu yoqqa как мужской отдел desak ham bo'ladi. Ha, mужской отдел. Aha. Yo'qamiz, bu yer mujskoy. Eshik kelib qo'ygansiz o'zi bildimi? Yo'q, turnizlargacha sharoit qilingan ekan aka. Bu yer turning hammasi o'zimniki. Ha, gap yo'q. Mujskoy отдел. Aha. Sportsmen bo'lsa gantel ham ko'tarsa bo'ladi. O, mana gantellargacha zal ochsalar ham bo'lar ekan bitta chotka qilib. Bu yerga ana aslan kovrik qilinadi. Patolog qilamiz bu yerga. Kovrik, patolog, ana patologlar ham turibdi o'chiradigan. Skamenkalar tashqariga koridorga turibdi ko'ryapsiz. Ana bular razmerlar. Kovrikga bu ham razmer, yana bir korobka razmer tepaga turibdi. Obrazец. Bu yer to'lqa mujskoy отдел ana bu. Razmerlarni уже olib kesib qo'ygansiz. Qaysi mashina kovrikga bo'lsa, hammasi tayyor. Sizga mashina ismini aytsa bo'ldi. Bo'ldi. Endi ba'zi birovlar redka случай agar bo'lmasa, aslan hammasi bor bizga, xadavoy mashinalar hammasi bor. 100 dan ortiq mashinaga razmerlar bor. Tovarlar bor. Hozir men tushunishim bo'yicha haligi qaysidir mashina keladigan bo'lsa, oldin unga razmer olib, keyin kovrik qilishadi. Sizga unaqa emas. Sizga telefon qilishadi. Siz bittaga o'zi qilib qo'yasiz. Razmerlar bor. Hammasi patolog qilasizmi? Patolog ham qilamiz. Patolog ham mahsulotlaringiz bor. Patolog, apshika dver qilamiz. Hamma yog'i bor. Bu yerga o'tirib qo'ygan ishimiz ham. Bu yerga o'zim qilaman. Hozir yana gaplashgan paytimizda aytdingiz, yashash joyim ham shu yoqda dedingiz. Ha, yashash joyi ham bor daroqi. Ko'rsatayman aka. Xo'sh. Bu yer endi mayda kuxnichasi. Ko'rib o'tirgan hamma narsa meniki bu yerga. O'zim qilganman. Bu yoqqa biron narsa, biron yo'q o'zi bir planga yotoqxona emas edi, o'zim tiqib olganman. Mana bu sanuzel alohida ichiga. Ha, bu sanuzel, bu yo'q spalnya. Bu yo'q spalnya, bu yo'q sanuzel alohida dush tualet ichida. Bu yer koridorcha mayda. Bitta oila 3 ta farzandi bilan spokойно yashaydi. Ha, yosh bolalar uchun ham joy qilib qo'ygansiz. Mana bu to'kavrali. Siz bu biznesni sotadigan bo'lsangiz, bularni olib ketasizmi? Hech narsa olib ketadi. Faqat lishni o'zimga tegishli narsa olib ketaman. Yumushlarni olib ketasiz? Biror narsa qoldirmayman. Ishlash uchun bo'lgan hamma jismlar, yashash, ishlashga kerak bo'lgan hamma narsani qo'yib ketaman. Stralni yangi mashina o'zi bir 2 oy bo'lmadi 50 mingga oldim, cheklar bir turibdi. Ana buni ham kecha oldim. Hamma narsa bu yerga o'zimniki. Yangi faqat narsa olingan. Ha, gaz balon ham. Gaz balonlar bilan qilganman, tok bilan qilsam ham bo'ladi, gaz balon bilan qilganman spesialni. Shu ovqat qilishga hamma sharoitlari bor bu yerga. Ancha yaxshi ekan. Yana nima qulayliklar bor? Bu yerga keyin garaj bor bitta. Ko'chaga, chetroqqa. Bu yerga u garaj endi nima uchun sizga garaj как sklad vazifasini bajaradi? Ko'p narsalar sig'masa o'sha yoqqa aytaman. Aka qarang, hozir biznesingizni ko'rsatdingiz. Men o'ylayman, to o'zi bu yoqdan normalniy dohod kelsa kerak. Kunlik o'zi qancha aka tushadi? Kunlik hozir biz endi masalan professionalniy deb hisoblasak o'zimizni, shu kecha kunduzga o'sha sezonga chiqdik hisob. Sezonga bir qadam qo'ydik o'sha. Aslan yanvar fevralga uncha sezon emas, o'shani o'sha bosib o'tdik biz. Sezon payti o'sha o'chiradlarimiz bor, tashqarilarga mashinani ko'rib o'tiribsizlar. Shu holatiga bir kunga bo'layotgan dohod o'rtacha xotin ikkalasiga minimum 20 mingdan 20 mingdan tushadi. Ha, xotin ishlasa. Ha, xotin 20 ming bo'lsa, to u yo'g'i agar ishlab bilishiga 50 kungacha kuniga kelib biladi. Men javob beraman, ishlab bilsa 50 kungacha kuniga ishlab beradi. Ha, endi bu как oilaviy biznes bo'lsa, oilaviy biznes, ha, ishlab bilsa, endi professional bo'lib ketsa, o'sha payt masalan men qilganman. Hozir masalan qarang, bu biznesni sotib oladigan bo'lsa, haligi odam qo'ldan kelmasa o'rgatasizmi o'zingiz? Обязательно. U ichiga masalan ba'zi birovlar tikishni biladi, bu sohadan xabari yo'q. U odam kelishi mumkin. Biz обязательно o'rgatib